Assalomu alaykum and welcome back to Finance Muallim channel. Bugungi darsimiz Kaplan Sales X'ning 3-chapteri Double Entry Bookkeeping haqida bo'ladi. Va bugungi dars rejamiz quyidagicha. Birinchi bo'lib Business Transactions and Documentation, ya'ni biznesdagi tranzaksiyalar va dokumentlarni ko'rib chiqamiz. Keyin Duality the Accounting Equation, ya'ni ikkitalaplama yozuv, ya'ni debit credit balance va Accounting Equation, ya'ni assets equal liability plus equity edi. Keyin the process to prepare the financial statements, ya'ni moliyaviy hisobotlarni tayyorlanish jarayonini ko'rib chiqamiz. Keyin accounting system, ya'ni buxgalteriyani elementlarini ko'rib chiqamiz. Keyin developments in accounting system, ya'ni buxgalteriyada qanaqa o'zgarishlar, qanaqa takomillashtirishlar olib borilyapti, unga misollar ko'ramiz. Keyingisi ledger accounts and the division of general ledger, ya'ni general ledger bilan ledger accountlar, ya'ni ledger accountlar, C accountlar ham deyiladi. Shular haqida gaplashamiz. Keyingisi journal haqida gaplashamiz va oxirida ledger, ya'ni C accountlarni balans qilish va ularni yopishni ko'rib chiqamiz. Keling, endi hammasini batafsil bir boshdan ko'rib chiqamiz. Birinchisi business transactions and documentation. Biznesda har kuni qanaqadir tranzaksiya yoki hodisalar bo'lib turadi va financial accounting, ya'ni buxgalteriyani bunda tutgan o'rni shu bo'lib o'tgan tranzaksiya va hodisalarni qayd qilib, jamlab, uni userlar uchun, ya'ni foydalanuvchilar uchun taqdim etishdan iborat. Bu transactions and eventslarga quyidagi misol bo'lishi mumkin. Masalan, birinchisi sales of goods yoki service. Agar biznes ishlab chiqarish bo'lsa, tovarlarni sotadi. Agar xizmat ko'rsatish bo'lsa, xizmat ko'rsatadi. Keyingisi purchase. Xuddi shunaqa of goods or services bo'lishi mumkin. Ya'ni xarajatlar. Undan tashqari yana boshqa bank bilan bog'liq tranzaksiyalar bo'lishi mumkin. Masalan, bank receipt yoki payment. Bankdan pul tushishi mumkin yoki bankka to'lashi mumkin. Yana payroll related transactionlar ham bor. Ya'ni oylik bo'yicha qanaqadir tranzaksiyalar, masalan, oyliklarini tushirib berishi mumkin ishchilarni. Yana bo'lishi mumkin finance yoki tax payment bo'ladi. Finance yoki tax payments. Ya'ni soliq yoki boshqa, masalan, foiz to'laydigan bo'lsa, o'sha tranzaksiyalarni ham hammasini qayd qilib borib, ularni shu klassifikatsiya qilib, umumlashtirib, buxgalteriya sistemasiga kiritib, report tayyorlash kerak bo'ladi financial accountingda. Keling, endi business documentation, ya'ni shu tranzaksiyalarda kerak bo'ladigan hujjatlarni ko'rib chiqamiz. Buni shu purchase misolida ko'rib chiqamiz. Birinchi inquiry, ya'ni so'rovnoma. Bunda shu xaridor shu mahsulot yoki xizmat haqida shu ma'lumot so'raydi. Masalan, hamma nimadir sotib olishdan oldin shu supplier, ya'ni yetkazib beruvchilik telefon qilib yoki face to face, masalan, ko'rishib so'rovnoma o'tkazadi. Ya'ni buni maqsadi o'sha tovarni, masalan, mahsulotni narxi, uni mavjudligi, keyin yetkazib berish vaqtini shu bilish kabi o'sha ma'lumotlar kiradi. Masalan, misol uchun, masalan, menga 10 ta printer kerak, bormi deb so'rayman va narxi qancha. Keyingisi quotation, ya'ni bu tijorat taklifi. Masalan, men oluvchiman, ya'ni xaridorman va sotuvchi meni inquiry'imga javoban shu mahsulot yoki xizmatni o'sha narxini va shartlarini taklif qiladi. Uni asosiy maqsadi ham shu taklifni o'sha rasmiylashtirish va o'sha narxlarni bildirishdan iborat. Masalan, shu 10 ta dona printer so'radim. Shu 10 ta dona printer $300 dan, masalan, 5 ming uchida yetkazib beriladi deb aytadi. Keyingisi purchase order, xaridor, ya'ni men mahsulotni sotib olish niyatida shu rasmiy buyurtma beraman. Masalan, menga narxlari va shu yetkazib berish shartlari yoqdi, unga order beraman, ya'ni buyurtma beraman. Uni ham maqsadi shu xaridni shu rasmiylashtirish, shu buyurtmani tasdiqlashdan iborat.
Masalan, men 10 ta printerni 300 dan sotib olaman deyman supplierga. Keyingisi sales order, ya'ni shu sotuv buyurtmasi. Ya'ni sotuvchi shu buyurtmani qabul qilganligini tasdiqlaydi va uni bajarishga tayyorlanadi. Uni maqsadi ham shu buyurtmani bajarishni rejalashtirish. Masalan, shu sotuvchi shu tizimida 10 ta printer tayyorlanmoqda deb o'zi uchun belgilab qo'yadi. Keyingisi delivery note, ya'ni yetkazib berish xati. Unda shu yetkazilgan mahsulotni ro'yxati, miqdori ko'rsatiladi va uni shu yuk bilan birga shu xaridorga olib boriladi. Unda maqsadi nima yetkazilganligini aniq ko'rsatish uchun. Masalan, qadoqda 10 ta printer bor deb ko'rsatiladi hujjatda. Undan keyingisi goods dispatch note yoki dispatch note deyiladi. Ya'ni tovar jo'natilganligini rasmiylashtiriladi. Bunda sotuvchi ombordan mahsulot chiqqanligini hujjatlashtiriladi. Ya'ni bu ichki hujjat bo'lib, unda masalan 10 ta printer ombordan chiqdi deb rasmiylashtiriladi. Va bu mahsulotlar xaridorni omboriga yetib kelgandan keyin unda xaridor tovarni qabul qilganligini hujjatlashtiradi. U good received note, ya'ni GRN deydi yoki qisqartmasi goods dispatchdagi GDN. Goods received note mahsulotni qabul qilganligini rasmiylashtiradi ombor. Masalan, 10 ta printer yetib keldi, hammasi joyida deb uni hujjatlashtirib qo'yiladi. Keyingisi debit note. Masalan, xaridor tovar yoki xizmat uchun to'lovni kamaytirishni so'raydi. Masalan, kam yetkazilgan bo'lishi mumkin. Masalan, 10 ta so'ralgani 8 ta yetib kelgan yoki nuqsoni bo'lishi mumkin, qanaqadir defekti bo'ladi. O'shanda kamchilik uchun summani kamaytirishni so'raydi. Masalan, 2 ta printer nuqsonli keldi. 600 kamaytiring deydi, masalan, yoki ikkitasi kelmadi. Summasini kamaytiring deydi. Debit notda ko'rsatib o'tiladi. Keyingisi credit note, ya'ni sotuvchi xaridorga qarzdorlikni kamaytirishni bildiradi. Ya'ni nuqson, ortiqcha to'lov yoki qaytarilgan mahsulotni ko'rsatib o'tiladi. Masalan, $600 kredit qilindi, keyingi to'lovdan ayriladi deb aytib qo'yadi, masalan. Undan keyingisi invoice, ya'ni sotuvchi qancha to'lash kerakligi ko'rsatiladi bunda. Hisob faktura, ya'ni счет faktura deyiladi. Masalan, 10 ta printer $300 dan $3000 bo'ldi. Masalan, to'lov muddati 14 kun deb ko'rsatib qo'yiladi. Keyingisi remittance advice, ya'ni to'lov xabarnomasi. Xaridor pulni o'tkazadi va pulni o'tkazganligi haqida xabarni beradi. Ya'ni to'lov amalga oshirildi deb sotuvchiga xabarnoma jo'natadi. Ya'ni $3000 to'landi, invoice number 123 deb invoicelarni taqdim qiladi. Keyingisi receipt, ya'ni kvitansiya. Ya'ni to'lov qabul qilganligini tasdiqlaydi. Ya'ni buni sotuvchi xaridorga to'lov rasmiy tarzda tasdiqlandi, $3000 olindi, rahmat deb unga javob qaytaradi. Va oxirida supplier statement, ya'ni bu yetkazib beruvchi hisobot varag'i, ya'ni tasdiqlash uchun, ya'ni checking uchun ishlatiladi. Ya'ni sotuvchi xaridor bilan bo'lgan barcha operatsiyalar ko'rsatiladi. Mana buni asosiy vazifasi qarzdorliklarni aniqlab, uni balance qilib qo'yish. Ya'ni masalan, sizda 3 ta faktura to'lanmagan, jami masalan 9000 deb ko'rsatib qo'yadi. Orasidagi tafovutni hal qilish uchun. Kelinglar endi yuqorida sanab o'tilgan hamma hujjatlarni misolda illyustratsiya orqali ko'rsak. Misol uchun purchase olamiz. Masalan, customer, ya'ni xaridorimiz va bizning ofisimiz bor va supplier, ya'ni yetkazib beruvchi. Yetkazib beruvchining ham ofisi bor. Xuddi shunaqa bizning warehouse, ya'ni omborimiz bor. Xuddi shunaqa yetkazib beruvchining ham ombori bor. Birinchi bo'lib inquirydan boshlanadi. Customer, ya'ni xaridor so'rovnoma. Masalan, bizning misolimizda printer edi. Masalan, 10 ta printer bormi, necha puldan deb so'raymiz. Bu quotation, ya'ni tijorat taklifini beradi. Masalan, quotation, ya'ni bor, masalan, necha puldan qanchada yetkazib beriladi. Masalan, $300 dan 5 kun ichida yetkazib beriladi deydi. Buni maqsadi taklif rasmiylashtirish edi va narxini bildirish. Agar bizga bu taklif ma'qul kelsa, biz purchase order jo'natamiz. Ya'ni buyurtmani rasmiylashtirish uchun. Purchase order.
Biza o'sha xaridor shu mahsulotni sotib olish niyatini o'sha rasmiy buyurtma beradi. Ha, man masalan 10 ta printerni masalan $300 dan sotib olaman deyman. Keyin bunga javoban sotuvchi sales order jo'natadi. Ya'ni o'sha buyurtmani tasdiqlab, uni bajarishga kirishadi. Sales order. Bajarishga kirishadi. Bundan keyin mahsulotlar supplier warehouse'dan, ya'ni yetkazib beruvchi omboridan bizani omborga jo'natiladi. Delivery note bilan birga. Delivery note. Shu delivery note'da shu yetkazilgan mahsulotlar ro'yxati, miqdori ko'rsatilgan bo'ladi. Mana shu qadoqda shu 10 ta printer bor deb ko'rsatiladi. Va mahsulot chiqib ketishi bilan birga supplier warehouse, ya'ni yetkazib beruvchining omboridan yetkazib beruvchining ofisiga GDN, ya'ni Goods Dispatched Note, ya'ni mahsulotlar ombordan chiqib ketdi degan hujjat rasmiylashtiriladi. Va bu mahsulotlar bizga yetib kelgandan keyin bizani warehouse, ya'ni xaridor warehouse ofisga goods received note, ya'ni tovar qabul qilganligini o'sha rasmiylashtirib hujjat tayyorlaydi. Ya'ni 10 ta printer yetib keldi, hammasi joyida deydi. Yetib kelgan mahsulotlar nuqson bo'lsa yoki kamchilik bo'lsa, debit note, ya'ni customer, xaridor supplierga debit note jo'natadi. Debit note. Ya'ni shu ikkita printer masalan nuqsonli keldi, shuncha kamaytir deydi yoki bittasi kelmadi, masalan 10 ta buyurtma bergandek 9 ta jo'natdi. Yaxshimi kamaytir deb so'raladi. Va supplier yetkazib beruvchi bunga javoban kredit not jo'natadi. Ya'ni o'sha kredit not shu narxni kamaytirib, shu qarzdorlikni kamaytirib ko'rsatadi. Masalan, mana shuncha anaqa dollar kredit qilindi yoki keyingi to'lovdan ayriladi deb ko'rsatadi. Undan keyin invoice jo'natadi. Shu hamma summalarni to'g'irlab invoice. Ya'ni shu hisob faktura. Unda sotuvchi o'sha qancha to'lash kerakligini ko'rsatadi. Masalan, 10 ta printer $3000 o'sha to'lov muddati mana shuncha deb ko'rsatib qo'yadi. Va bundan keyin xaridor shu pulni o'tkazadi va pulni o'tkazib yetkazib beruvchiga remittance advance, ya'ni shu to'lov xabarnomasini jo'natadi. Remittance advice. Shu xaridor shu pulni o'tkazganligini bildiradi. Masalan, $3000 to'landi. Invoice nomeri mana shu deb ko'rsatadi. Yetkazib beruvchi uni qabul qilib, uni tekshiradi. Shu to'lov qabul qilganligini tasdiqlab, sotib oluvchiga resipt, ya'ni kvitansiya jo'natadi. Ya'ni shu $3000 olindi, rahmat deydi. Bu to'lov o'sha rasmiy tarzda tasdiqlanishini bildiradi. Va oxirida supplier statement jo'natishi mumkin. Shu yetkazib beruvchi shu bunda shu sotuvchi xaridor bilan bo'lgan barcha operatsiyalar ko'rsatiladi. Masalan, orada qanaqadir tafovutlar bo'lsa, uni aniqlashtirib, uni hal qilinadi. Supplier statement. Endi bu checking uchun kerak bo'ladi. Orada hech qanaqa qarzdorliklar qolmadimi? O'shani aniqlashtirish uchun kerak bo'ladi. Va shu bilan tranzaksiya o'z nihoyasiga yetadi.